Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Imomova Nasiba Xurramovna, Sharsabz davlat pedagogika instituti, pedagogika fakulteti, boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisiman. Hozir sizlar bilan matematika o'qitish metodikasi fanidan sonli va harfiy ifodalarni o'qitish, ya'ni o'rgatish metodikasi mavzusi bilan tanishib olamiz. Bugungi mavzuyimiz rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi, son ifoda tushunchasi, sonli va harfiy ifoda. Ikkinchi rejamiz sonli va harfiy ifodalarni o'qitish metodikasi. Son ifoda tushunchasi, sonli va harfiy ifoda matematika darslariga binoan harfiy ifodalar birinchi sinfdan boshlab kiritiladi. Ikkinchi sinfda harfiy ifoda o'zgaruvchini belgilaydigan simvollar sifatida kiritiladi. Bu boshlang'ich sinflardayoq o'zgaruvchi tushunchasini shakllantirish va bolalarni simvollarning matematik tilda ifoda qilish imkonini beradi. Harfning o'zgaruvchini belgilash ustun uchun simvol sinfidagi ma'nosini ochib berishga tayyorgarlik ishi ikkinchi sinfda o'quv yilining boshida qo'shish hamda ayirish amallarini takrorlash munosabati bilan o'tkaziladi. Harflarning kiritilishi bilan bir vaqtda tayyorgarlik davrida bolalar yangi atamalar, matematik ifoda va matematik ifodaning qiymati bilan ta'rifsiz tanishadilar. Bu davrda yig'indi va qoldiqni topishga doir bir xil mazmundagi sodda arifmetik masalalarni yechish bo'yicha ish olib boriladi. Bilimlarni umumlashtirishga harfiy simvolikadan foydalanish. O'quvchilar harfiy simvolikaning ma'nosini tushunib olganlaridan so'ng harflarni ishlatishga shakllanayotgan bilimlarni umumlashtirish vositasi sifatida foydalanishi mumkin. Arifmetik amallarning xossalarini, arifmetik amallarning komponentlari, hamma natijalari orasidagi bog'lanishlarni va hokazolarni harflar yordamida yozishga o'quvchilar A plus A, ya'ni 4A ning yig'indisini 4 ko'paytirilgan A ko'paytma bilan almashtiradilar va bunday mulohaza yuritadilar. Bu yerda qo'shiluvchilar bir xil, ya'ni A. Demak, yig'indini ko'paytma bilan almashtirishimiz mumkin. Birinchi ko'paytuvchi A, ikkinchi ko'paytuvchi 4 soni bo'ladi, chunki qo'shiluvchilar 4 ta. Arifmetik amallarning harflar yordamida yozilgan xossalarini, bog'lanishlarini, munosabatlarini va hokozalarini o'qish. Masalan, A plus 35 ayrilgan A. Ifodani o'qing va uning nimaga teng ekanligini toping. O'quvchilar quyidagicha mulohaza yuritadilar. A va 35 sonlarining yig'indisidan birinchi qo'shiluvchi A ni ayirish kerak. Ikkinchi qo'shiluvchi 35 hosil bo'ladi. Endi yozamiz. Qavs ichida A plus 35 yig'indidan A ni ayirsak, demak 35 soni hosil bo'ladi. Uchinchi, arifmetik amallarning xossalarini bilish asosida ifodalarni ayni almashtirishimiz ham mumkin. Masalan, qavs ichida A plus B ning yig'indisini 3 ga ko'paytiramiz. Ya'ni A plus B, A plus B, A plus B. 3 ta A plus B sonining yig'indisidan iborat bo'ladi. Yozuvni tugallash deganda, topshiriqni bajarayotganda o'quvchilar quyidagicha mulohaza yuritadilar. Tenglikning chap tomonidagi 5 va B sonlarining yig'indisini 3 ga ko'paytiramiz. O'ng tomondan chapga hosil bo'lsa, chap tomonda ham shuncha hosil bo'lishi uchun 5 ni 3 ga ko'paytirib va ikkinchi qo'shiluvchi B ni 3 ga ko'paytirib natijalarni qo'shishimiz kerak bo'ladi. To'rtinchisi, berilgan tenglik yoki tengsizliklarni sonli qiymatlarini o'rniga qo'yish yordamida hosil qilishimiz ham mumkin. Masalan, 5 ko'paytirilgan 2A plus B ning yig'indisi barobar. Demak, 5 ko'paytuvchimiz qavs ichida ikkala songa ham tegishli bo'lganligi sababli 10A plus 5B tenglikni hosil qiladi. Ana endi ko'rib o'tamiz. A va B son harfiy ifodamizga qiymat beramiz. Demak, A da 3 qiymat, B ga 5 qiymat. Keyin u sonimizni tekshirib ko'ramiz.
Harfiy simvollarni kiritishning ikki bosqichi sonli ifodani parametrik harflar bilan almashtirish masalasi turadi. Shu usulda sonli ifoda harfiy ifodaga almashtiriladi. Harfiy ifodaning qiymatini hisoblash uch bosqichga bo'linadi. Birinchisi, oddiy. Oldin harfiy ifoda olinib, harflarning o'rniga sonlar qo'yiladi. Ya'ni A plus B ning o'rniga A ning o'rnida B, 5, B ning o'rniga 20 soni qo'yib, qiymat hisoblanadi. Ikkinchi, oldin harflar va harfiy ifodalar olinib, o'quvchilarning o'zlari jadvalda qiymatlar berib, natijasi topiladi. Uchinchisi, masalaning shartiga harflar kiritib, uning o'rniga qiymatlar berib hisoblanadi. Masalan, garajda A mashina bor edi. Yana S mashina keldi. Qancha mashina bo'ldi? A plus S. Demak, garajdagi mashinalar soni A va S harfiy ifoda o'rniga A ga 20 qiymat, S ga 5 qiymat qo'yib hisoblaniladi. Sonli ifodalar ustida ishlash metodikasi. Sonli ifodalarga har bir son sonli ifoda, B esa agar A va B sonli ifodalar bo'lsa, u holda ularning ayirmasi, yig'indisi, ko'paytmasi va bo'linmasi ham sonli ifoda bo'ladi. Masalan, berilgan misolimizda ko'rib turibdiki, hammasi sonlardan iborat. Buning hammasi sonli ifodaga misol bo'la oladi. Bunda ko'rsatilgan amallar bajarilsa, bu sonli ifodaning qiymati bo'ladi. Eng sodda sonli ifodalarning yig'indisi va ayirmasi bilan o'quvchilar birinchi sinfda tanishadilar. Ya'ni 3 qo'shilgan 2 barobar 5. Ko'rinishdagi ifodalarimiz qo'shiluvchi, masalan, birinchi qo'shiluvchi, ikkinchi qo'shiluvchi va yig'indi hisobida bolalarga qiymat qo'yib tushuntiriladi. Ikkinchi sinfda asosan amallar, tartib, qoidalar o'rgatiladi. U murakkab ifodalar deb yuritiladi. E'tiboringiz uchun tashakkur.